الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 22 oyatiga keldik. Ya'ni mazmun ilgarikiga o'xshashlar oila munosabati haqida, ayol munosabati haqida va ota-bola o'rtasidagi munosabatlar haqida ketyotdi. Bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo oilaningki pokizligini, oilaningki iffatini, oilaning karomatini, oilaningki izzatini qo'g'daydigan oila a'zolari davomli mehr muhabbat asosida qilib qoladigan, oila shu asosda jamiyatning go'zal bir huli bo'ladigan shaklda bir intizom, tartib haqida so'zlab davotida astag'firullah. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Oyatga kirishning oldida biz qisqacha bir tarjima qilib mazmunidan xabar topaylik. Davotida Alloh subhanahu va taolo sizlar dadangni nikohlab olgan ayollarni nikohlab olmanglar. Ular bilan uy tutmanglar. Bu haqiqatan noyda qabih, yomon ko'riladigan bir ish edi. Qo'llangan ifodada bu ashta. Islom kirishdan ilgari ashta, tabiiyki islom kelishdagi ilgari bir jahiliyat jamiyatida ashta bo'lgan ish bir tabiatning taqozosi. Qandoqdir islom buni jahiliyatning ichida turib emas, inson tabiatiga zid ish bu. Vasa asabila. Bu oila qurilishidagi noyda yomon yo'l degan shaklda bir tartib, intizomni bizga qana qildi, belgiladi. Oyatga qaragan vaqtda jahiliyat davrlarida bu ahvol anda-sonda har holda mavjud. Masalan, tarixga qarab baqsak, Safvan ibn Umayya dadasidan qolgan ayolni olgan bir ahvollar var shu Rasululloh yashagan shu davriningki o'zida. Allah subhanahu va taolo bu ishninki pilsini bu oyat orqali qanday qilmoqchi, tatib Nimishqa? Chunki dada balaning o'tirida hech kimning o'tirida yo'q bir munosabat bor. Dadalik, balalik, mehr, muhabbat va kuyinish va adab va hurmat va birisi-birisiga tayinish va endi bu oyatga qarag'an vaqtda tabiiyki bola o'zining onasini nikohlab olmaydi, ammo dadasi balaning onasidan boshqa bir ayolni olgan vaqtda dadasi vafot topsa, dadasidan qolib qolsa, shu ayolni o'g'lining elish masalasi. Nimishqa? O'ylaylik, buni bir tasavvur qilib baqsak, Alloh subhanahu va taolo nima uchun bu shaklda hukmni bekitdi desa, tasavvur qilganimizda dada, bala bir uyda normal yashayotgan bir uyga dada sirtdan bir ayolni olib keladi. Masalan, to'y qilgan shaklda. Agar dadadan keyin qilib qolsa shu ayol, bala uni nikohlab elish yo'lliq bo'lsa, balaning ko'zi dadasi akirgan vaqtda shu ayolga qanday qilishi mumkin, tushishi mumkin. Agar u ayol u balani qiziqtirib qolsa, ya'ni biroz sig'itib qolsa deyli, kallasiga kechmaydi degan olmaydi. Dadamdan qilib qolsa, mush ayollar men nikohlamaydi. Agar vijdonsiz, nachar inson bo'lib qolsa, balkim dadasining o'limiga sabab bo'ladigan ishlarni qilishi mumkin. Hech olmagan vaqtda dadasi o'lsa, qayg'urishning o'rnida nim bo'ladi, ko'nglida xushal bo'ladigan gap. Bu ota-bolaning o'rtasida keskin bo'ladigan ish emas. Alloh subhanahu va taolo masalani butunlay kesdi. Chunki hammalar bilamiz, insonning aqli beshiga chiqib qolgan vaqtida, hissiyoti aqlning oldiga o'tib qolgan vaqtda nimalarning bo'ladiganligini hammalar tasavvur qila olamiz. Alloh subhanahu va taolo masalani butunlay kesdi. Qat'iy to'g'ri emas, harom. U shaklga kelish harom, kalonni o'ylab o'tama. Chunki harom bo'lganligini o'ylamaydi-da.
Meyli dadağının qol astidagi qol cho'ridideklar olsun, yoki nikohlab ep kirgan ayol olsun, sen onunğa anılık ko'zilan qarashing kerak yani. Anaga qaragandek qarashing kerak. O'sinin anangning o'rnidagi. Uni elish asla nima emas, to'g'ri emas. Bu orqali shaytonninki vasvasasininki oldini butunlay qolgan bo'ladi, olgan bo'ladi. Ikkinchilab, buningga doir har qanday bir ish bo'lmaydi. Dadasının ayollarga göz qirini sanmaydi. O to'g'risida har xil boshqa xiyollar bo'lmaydi. Bu orqali oilaning pokizligi qanday qoladi, saqlanib qoladigan gap. Anikin oyatning oxirisida illa ma qad salaf. Bu bir harom hukm. Oyatda bayon qilinayotgani dadang nikohlab olgan ayolni elish qat'iy harom. Ammo ilgari o'tmishdi bo'lganlar bo'lib qolsa, tamam. Medeki ayet kullanılan ifadeye göre illa men qad salaf demey, ma qad salaf degan ifadesinden göre Arap tili okuganlar biraz düşünüşü mümkün ama men sizlarga chiqqan mazmunni deb beray. Yüz bergen ishninki, ayet kelishdan ilgari, hukm bayon qilinishdan ilgari yüz bergen ish bergen pete ketidi. O'tmishning sual so'rag'i qilinmaydi. O'tmishninki jinoyati jazolanmaydi. Yani muşu hüküm kelgenge kadar ketken bo'ladi. Ammo bu hüküm keldimi? Bundan keyin bunda ishning yuz berishimi to'g'ri emas va davomlashishimi to'g'ri emas. Agar dadasining ayolini ep qolganlar bo'lsa, muşu hükümden keyin qanday qiladi? Ajrashtiriladi. Masala qanday qildi? Tugidi. Bundan keyin bunda ish davom qilsa bo'lmaydi, yuz bersa bo'lmaydi. Ya'ni muşu hükümden keyin o'rtada dadasi nikohlab olgan ayolni olgan bir odam bo'lsa bo'lmaydi. Bu oyatdagi illa ma qad salaf degan mazmundan chiqqan mazmun bo'ladi qarindoshlar. Endi oyat haqida biz takror bir kallamizni yugatgan vaqtimizda oyatning oxirisida innahu kana fahishatan, bu bir nayti yomon ish, yomon ko'riladigan ish deb ifade bildirdi ya. Yani insanın bir tabiat oldu. Allah yaratgan bir tabiat. Bu tabiat tigidin insana mas kelmaydigan ishlarni yomon ko'radi. Ammo insonninki buzilishi tufaylidan tabiati yomon ko'rsami, yomon ko'rganlarni takror qilish orqali jamiyatda umumlashishi mumkin. Adetki aylanishi mumkin. Ama yani tabiatdan so'g'an vaqtimizda, insonning asli xarakteridan so'g'an vaqtimizda bu ishning nachar ish ekanligini qana qiladi, e'tirof qiladi. Mush yuqorida oyatga tilga ilingan. Dadasi nikohlab olgan ayolni elish haqiqiy sharaflik. Bir xil nima deymiz endi pokiz insonlar nazarda qabul qilmaydigan ish. Hattoki bu ish İslam kelişten ilgili cahiliyet cemiyetidimi? Gerçi bozmu ama normal bir güzel iş ya ki sağlam iş iş qatarida qabul qilinmaqliq. Belki bununla şu vaqtdagi kishilarmi qanday qaraydi, yomon ko'zlan qaraydi. Tarixga qaragan vaqtimizda aş cahiliyet davrida dadasi olgan ayolni olgan kishilarning to'yini arabchada maqt iborasi bilan ifodalaydi. Tug'ilgan bolani muqta masalan yaman ko'riladigan masalan yaman nikah masalan degan bir şekilde maqti degan şekilde mashta tasvirlaydi. Mushuni o'zi nima desa jahiliyat jamiyatidilam bu ish yaman ish deb qariladi, yaman ko'riladi. Endi Qur'onning bu ishni cheklashi, islomning bu ishni cheklashi jahiliyatdimi yaman ko'riladi degan nuqtadan emas, inson tabiatininki bu ishga mos kelmaydiganligi uchun yo'l qo'ydi Qur'oni Karim. İnsan tabiati. Aş cahiliyet devrinin özü de bu işinki yaman kurelgellikin niminin ispatı dese insan tabiatininki bunu tuluq qabul qilmaydiganligini nimasi ispatı. Şuna başqa ayette bunu nimde sifatlayaptı? Kana fahishatan, kana ifadesi Arap tilida o'tmishlar shunday degan ifodalaydi. Bu bir yaman ish ve maqtan, nimo qabih ish ve maqtan boshqalar tarafidan yomon ko'rilgan ish va sa'asabila, oila qurilishidagi bir nachar yo'l, yomon yo'l deb atadi.
Ondan keyin hüküm üzdüksiz devam kılıvatıdı kırındaşlar. Kinki ayet yani 23. ayeti davatıdı. Hurrimete aleykum ummahatukum. Men birden kısa şekilde tercüme etmangay. Sizlerge anılarınlarını nikahlap eliş haram kılındı. Kızlarınlarını nikahlap eliş haram kılındı. Kız qarindaşlarınlarını nikahlap eliş haram kılındı. Hammalarinlarni, dada ana tarafdagi hammalarinlarni, ammatukum va xalatukum bularni nikohlab elish harom qilindi va qarindoshlaringlarni, mayli o'g'il yoki qiz qarindoshlaringlarningki qizlarini, ya'ni jiyan singlinlarni yoki jiyan qizinglarni nikohlab elish harom qilindi. Sizlarni imitgan, ya'ni imildosh onanglarni elish harom qilindi. Sizlarning imildoshlikdan bo'lgan qiz qarindoshlaringlarni elish harom qilindi. Ayollarınlarınki anısı haram kılındı ve sizlerinin terbiyanlardaki sizler ayollık münasebetini ötküzüp boğan ayollarınlarının kızları, başka erlerden boğan kızları bular sizlerge haram kılındı. Eğer sizler ayollar ile münasebet ötküzüşten ilgili nikah kıldığınız lakin münasebet ötküzmeden ajrışıp kettiğinizde o vakitte onun başka erlerden boğan kızları olup kalsa ona ası buludu. Ve sizlerinin neslinlerden boğan oğullarınlarının ayolları yani kilinin adı demekçi oğulları ölüp gitip boğandan keyin kilinni elish bu haram qilindi. İki kız bir tuqqanning o'tirida jo'qlash. Masalan, ko'p ayollik oilalarda bir odamningki ikki qarindosh qizni qana qilish nikohlab elishi haram qilindi. Illaki buning ilgari o'tib ketib bo'lganlar rost gunohi kechirim qilinadi, lekin mush hukm tushganini tortib bu ish asla mavjud bo'lsa bo'lmaydi. Innalloha kana G'afurur Rahim. Allah hakikaten mağfiret kılgıcı ve mehri şefkatlik zat. Endi hükümlerini halal haram kılıp bekitdiğini kim o Allah. Kişilerin cahiliyet devriga qarag'animizda, ular cahiliyet devrida yaşap turup, tamam cahiliyet devri deganimizda İslam mavjud bo'lmagan jamiyatlarga qarab baqqanimizda, bugungi kunda musulmon bo'lmagan jamiyatlarga qarab baqqanimizda yuqorqi oyatlarda tilga ilingan, masalan, onasi, singlisi, otasi, hammasi degandek qizi, degandek jiyan, degandek bu masalalarni nikohlab ilishni to'g'ri topmaydi. Bular buni nereden olgan? Bularga bu tabiat, bu xarakter nereden kelgan desa, nereden kelgan desa, Qur'oni Karimda bayon qilingan va in min ummatin illa khala fiha nazir. Har qanday bir millatda bir ogohlantiruvchi payg'ambar o'tgan deydi oyatda. Undan boshqa Adem alayhisolamning voqealigini bayon qilib, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Adem alayhisolam tunji qattim zaminga tushirilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo yashash prinsiplaridan tushirgan. Ya'ni insoniyat gerçi bugün İslam'dan yiroqlashib dinsiz bir jamiyat deb tasvirlangani bilan, ama insoniyatning o'tmishlarida bir zamonlarda, bir boshlanish tarixlarida bir payg'ambar o'tgan bo'ladi. Hech bo'lmasa Adem alayhisolamdan qolib qolgan bir yashash manhaji bor. Ya'ni vujudida inson tabiati qabul qilmaydigan ishlarga nisbatan bir sezgirlik, hassasiyat va bu insonning o'tmish tarixlarida mutlaqo mushuni bildirgan bir manhajning borligini ifodalaydi. Chunki bir payg'ambar keladi bir davriga, shu davrning kishilarini yetaklaydi, yashash prinsiplarini belgilaydi, nizomlarini belgilaydi. Undan keyin asta payg'ambar dunyodan ketadi, kishilar o prinsiplarni chetnab chiqadi, o jamiyat burunqi din dar holatidan asar qolmaydi, dinsizlashadi. Ama tabiatida, vücudida şunun asaretlerinden bir asaret kalıdı. Mesela bizning jamiyatimizni aytsak, har qancha pasiqlashib, dindan chiqib ketsa-mu, cho'shqi go'shini yeydigan holatga kelmaganlik mesela. Dindan asla xabari yo'q, haroq ichadigan, namoz degan narsaning xabari yo'q. Hayotida din anglab boqmagan bir bizning millatimizning ichidagi bir odammi qanday qilmaydi, cho'shqi go'shni yemaydi. Nimishqa uning vujudida qilib qolgan o'tmishdagi bir nima ta'siri bor. Demak, jahiliyat davridimi, mushu yuqoridagi oyatda bayon qilingan mahramlarini nikohlab elish ahvollarining qabul qilinmasligi bularga burun o'tmish tarixidagi bir diniy manhaj, bir diniy yashash tuzilmasidan qolib qolgan bir asoratdan deyalaymiz endi. Endi
Oyatning bayatning tarjimasini ko'rib o'tdik. Asosan kishiningki mahram, yani urug' tuqqan, yiroq yaqin bir shaklda, eng yaqini onasi, qizidan boshlab qarindoshi, hammasi, jiyanigacha kengaygan bir urug' tuqqanchilik nasl doirasida bir nikohlanib elishni harom qilgan bir tuzilma shaklidagi oyat, ahkam shaklidagi oyat. Biz mushu taraqqiy qilgandan keyinki ilm fanning ba'zi natijalariga qarasak, biz ahkamlarni tushunishda biroz qanaqalimiz texmi qolay bir shaklda tushunamiz. Yangi ilm fan bizga shuni deydi. Ya'ni shu mayli o'simlik bo'lsin, mayli hayvonlar bo'lsin, mayli insonlar jamiyatida bo'lsin, erlik, ayollik nasl ve yıkım bo'lib ketsa, nikoh ishlarida, to'y ishlarida yıkım bo'lib ketsa, avlodlarning ojiz chiqadiganligi o'rtada. Ojiz chiqadiganligi o'rtada. Qancha yiroqlashgan siri kuchli chiqadiganligi bu tajribadan o'tgan narsa. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda bir necha desva, hadislarning birisi, sizlar yatlardan to'ylashinglar acizlaşmaysızlar. Bu bir hadisning mazmuni. Yeni bir hadisda yaqin tuqqanlardan nikohlanib nikoh ammanlar bala aciz yaratıldı. Peygamber aleyhisselam bu hadisda şu şekilde bizni yiroqlardan to'y qilishga yiqil, hatta halal dairdim o. Ma yuqoridagi oyatdagi o harom dairning masalasi, hatta halal dair. Mesela naru bilan naruning to'y qilishi halal ya. İki naruning to'y qilishi halal. Mushularning mu imkon bor yiroqlashi haqidagi ma'lumot. Endi tashirib baqsaqmi masalan, ba'zi jamiyatlar va o'z jamiyatining ichidan sirtiga chiqmaydigan. Qarasak 2-chi, 3-chi, 4-chi avlod qolgan vaqtda aqli kamtuk, jismoniy jihatdagi kamtuk masalan yoki bunda immunit ojizlik, jinsiy ojizlikga o'xshash bir bunda jamiyat xarakterlik, nasl xarakterlik bir ahvolning ko'rilganligini qana qilamiz ko'ramiz. Rasululloh dedi hadisda bayatdan hadisda yiroqlashinglar ojiz qolmaysizlar. Aksi taqdirda biz yana tashvish olib borgan vaqtimizda ikki yurtdan o'tirsa yiroq ikki yurtdan, hatto ikki millat orasidan tug'ilgan bolalarningki tabiatida o'zgacha bir alohidalik borligini biz buni ko'ra olamiz. Bu normalda cahiliyet devrlerinde, İslam'dan Irak cemiyetlerde bunda tecrübelerden yakunlangan bir nemo, yakun deyishga qana buludu. Hatta şu o'simliklarni, urug'chilik tadqiqot urug'laridagilar o'simliklarning urug'larini changlashtirish orqali güzel bir, yaxshi bir türünü yetishtirib chiqarish tadqiqot var ya, shulardan so'rab baqsaqmi, o'simliklarningki o'zaro changlashtiriladigan urug'lari qancha yiroqdan ilinsa, shuncha yaxshi chiqadiganligini bizga qana qila oladi deb bilalaydi. Demak, endi oyatdagi Alloh subhanahu va taoloninki beshi onasidan tortib, onasini, masalan, qiz qarindoshlarini va boshqa hammasi, jiyani degandek bütün mahramlarninki hammasini nikohlanib elish harom degani bir nazriya emas. Amaliyotda buning jamiyatda nimasi va ta'siri va bir ish amaliyotda. Endi oyatga qaraganimizda ana qiz ifodasidan boshlanadi oyat, ya'ni hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum. Bu nima desa, ana kishininki nimasi üstün şahşi hesap, yani üstün nesli, kız astın nesli, muşu neslini boylagandaki bütün münasebetli kişilerin hemmisi muşu ayetini tehdit ediyor. Mesela anası haram bo'lgandek, momusu haram, onun üstü haram, kızı haram bo'lgandek, onun neresi haram, hammileri haram bo'lgandek, şu boylap mangan şecerenininki köpüncüsünün buludu, haram buludu muşu münasebetler. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu xil şekilde haram qilish orqali balkim hikmatlarini bizlarga o'zimizning topalig'imizcha, bilaligimizcha, bayqalganimizcha bayon qilib chiqishga tirishamiz. Naslninki kelgusi kuchli bo'lishi, kelgusidagi avlodlarning nim bo'lishi, kuchli bo'lishini iroda qilgan bo'lishi mumkin. Bundan boshqa insonning ichki dunyosi yoki inson dunyosi o'zgarishchandir.
Bugun yaxshi qaragan narsaga ati yaxshi qaramaydi. Bugun yaxshi ko'rgan narsani ati yaxshi ko'rmaydi. Tamam, agar faraz qilib baqsaq, u asla mumkin emas. Mush ishlar harom bo'lmay. Agar insonlar o'tirisida ashta to'y qiladigan ahvollar yo'liga qo'yilsa, masalan, bugun yaxshi ko'rib olgan ayolni ati yaxshi ko'rmaydigan ahvollar bor. Ajrashib ketadigan ahvollar bu kunimizda yuz berib turadi. Kishi bilan onasining o'tirisida, kishi bilan qiz qarindoshlarining o'tirisida shu ishlar yuz berib qolgan vaqtimizda oila munosabati butunlay cho'ladi. Eng yaqin odamlarmi bir qitim to'ylashib ayrılib ketgandan keyin ular ikkinchi qitim munosabati o'zgardi. Hatto ba'zilar birisi-birisiga chidashmay, ikki taraf birisi bilan qo'shni nikohlashadi. Qo'shni nikohlashish degani A taraf B tarafning singlisini nikohlab oladi, B taraf A tarafning singlisini nikohlab oladi. Ikkala oilaga birdan kuyov va birdan kelin chiqadigan ahvollar bor. Mushta ahvollarni jiq surtimiz, ammo ko'p hollarda bu ikki liniyaning birisi buzilsa, yana birisi davom qilolmaydi. Dunyoda eng inchik munosabat xudochilik, er-ayollik munosabati. Birisi shunda ajrashib ketdi, yana birisi davomlasholmaydi asosan. Chunki bu yerda bir nafsiy jihatdagi besim bor. Masalan, qizning onasi, ajrashib ketgan qizning onasi, ajrashib ketgan o'g'ilning onasi, dadasi degandek o'zining qizi boshqalar tarafidan taloq qilindi, uyga qaytarib kelindi va boshqalarning qizi o'zining ko'z oldida normal turmush kechirishiga bardoshlik bermaydi. Bu bir misol, bizning aytgan misolimiz. Mushunga o'xshash masala bor. Ya'ni oila munosabati, to'y munosabati odatdagi munosabat emas. Zil munosabat. Eng yaqin do'st to'ylashdi, ayrildi, ikkinchi qatam uning yaqin do'stligidan asar qolmaydi. Eng ittifoq qo'lim qo'shna to'ylashdi, ajrashdi, burun ittifoqligidan asar qolmaydi. Eng yaqin tuqqanlarmi hatto to'ylashdi, ajrashdi, ikkinchi qatam bularning tuqqanligi bir yerga berib qoladi. Demak, bu yerdagi masala birlan masala emas bularni harom qilinishda. Allah subhanahu va taolaning turlik mushuninki jamiyatga bo'lgan yomon zarar ta'sirlaridan iborat iroda qilgan nurg'un nimalar bor, hikmatlar bor. Mayli biz bularni qana qilayli, bayqiyolmayli, nurg'un nimalar bor, hikmat bor. Endi bayatnim degan bir og'iz gapim borda oxirisini chiqarib o'tay. Oyatda ana qiz, masalan, qiz qarindoshlar dedi ya, mushlarninki shohchilangan bir sehiy maholati davomlashgan doiraning hammasini o'z ichiga oladi. Ana desa, ananing ustundagi ana, uning ustundagi ana, yani mo'mar demakchi. Qiz desa, qizi, uning qizi. Mush shaklda hamma desa, shuning munosabatlik taraflarninki hammasi shu haromlik hukmining ichiga qana qiladi, kiradi. Ammo oyatning o'tirida sizlarni emitgan onanglar deydigan bir ish bor. Ya'ni emildosh ana. Bugün kunda hamda hayvonlarning sutidan ishlangan sut parashugi deymiz, tayyor sutlar va suti yetishmaydigan ahvol ostida mush narsalarni qo'llanildi. Ya'ni bola imit kuchiga bak nima yo'q, ehtiyoj yo'q, ammo zamonlarda yaqin zamongacha shu necha 10-20 yilning oldigacha vaqtlargacha bizning jamiyatimizda imildoshlik ahvollari nihoyatda ko'p avjga elig'liq. Masalan, tuqqan ayol kishining sut yetishmaydi. Sutlik ayollar buni qana qiladi, emitib beradi. Yoki qo'lim qo'shnilar o'zaro bir-birisining bolalarini qana qiladi, almashtirib emitadi. Mushunda emildoshlik shakllanadi. Emildoshlik emitkichi ayollar bilan bo'ldi qilib qolmaydi. U onasi hisoblansa, shu ayolning qizlari buning qiz qarindoshi hisoblanadi. Shu shaklda nasabga o'xshashlar qana qilib mangadi, shohchilanib mangadi va kengayib nasabdan nima harom bo'lsa, emildoshlikdan shu harom bo'ladi. Nimishqa? Chunki bir kichik bola emgan sut o balaninki vujudidagi hujayralarni qana qiladigan borliqqa keltiradigan bir uzuq manbasi bo'ladi. Ya'ni onaninki vujudidan ilingan sut balaning badandagi bir parchasi bo'ladi. Bu yerdan bir munosabat bog'lanadi. Haromlik, ya'ni onalik, qarindoshlik mush yerni qana qiladi, shakllanadi. Ulamolar emildoshlik haqida xilma-xil fikrlar bo'ladi. Ya'ni er kishi emgen ayolga munosabatlik taraflarning hammasiga harom deb kelib, bundan bir ikki qatim emsimi o'xshash harom bo'lganlar va ba'zilar
5 qitim emse. 5 qitim emse. Andikin haram buludu. Yani toyğuzub 5 qitim emse deganlar var. Yana ba'zi ko'z qarashlarda bir kecha kunduz to'liq emdilsa, andan keyin haram bo'ldi deganlar bor. Yani ba'zilar 10 qitim to'liq to'ydirib emdilsa haram bo'ldi deganlar bor. Lekin hammasida o'rtaq bir nuqta bor. O'rtaq bir shart bor. U o'simi bu imish ahvoli shu 2 yosh ichida. Yani balaning imish muddati bor. Imish muddati bor. Shu Qur'oni Karimda bir balaning qusoqqa paydo bo'lib, onadan ayrilishini 30 oyda tasvirlaydi. 30 oy. Bu haqda Ali radhiyallohu anhu bilan Usmon radhiyallohu anhuning o'tirida bir voqelik bor. Shu voqelikning oxirida chiqqan hukm bizga masalani oydinlashtirib berishi mumkin. Bir ayol 6 oylikda tug'di. 6 oylikda tuqqan ayol degan gumon qo'zg'aydimi? Tabii. Osmon radhiyallohu anhu akagandikin bu 6 oylik tug'di ish bormi? Bununla hat to'g'izimiz chunki zina qilgan degan bir ahvol o'rtaga chiqdi. Ali radhiyallohu anhu bununga qarata yo'q, 6 oylikda tug'simiz zina qilgan bo'lmaydi. Normal tuqqan bo'ladi. Qanda? Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo val validatu yurdina awladahunna hawlayn kamilayn. Analar bolalarını to'liq 2 yil emitadi dedi. Yeni bir ayette, mazir okugan ayetim Sure Bakara'nın 233. ayet. Yeni bir Sure Ahqab'nın ki 15. ayetinde ve hamluhu ve fisaluhu 30 şahra. Balının ki qo'saq ko'tarilişi, hamildor bo'lishi ve ayrılışı 30 ay dedi. Cami umum müddetini 30 ay. Ayette 2 yıl ya da 30 ay diken olsa 2 yılını 30 ayını ele versek, yani 24 ayını 30 ayını ele verkenimizde neçe ay kalıdı? 6 ay kalıdı. Yani şu noktadan balının qo'saqda turadigan vaqti qancha yoludu? 6 ay yoludu deb hukm shu şekilde qana qilingan, chiqarilgan. Biz ham bu voqealikdan dersimizge münasebetlik tarafi nima desa, balının imish vaqti 2 yil, tam 2 yil. 2 yil ichida yuqorqi turli mazhablar bo'yicha, mazhabni biz bir nechaga bo'ldik ya, bir mazhab 2 qitim imissa to'y qiladi dedi. Bir mazhab 5 qitim imissa dedi. Bir mazhab necha qitim 10 qitim imissa dedi. 10 qitim imissa dedi. Mayli 2 qitim imissini asos qilaylik, 5 qitim imissini asos qilaylik, 10 qitim imissini asos qilaylik. Qaysini asos qilsak, bu yerda o'rtaq, uchun mazhabga nisbatan o'rtaq bir shakl, u o'simi bala qanchalik araliqda bo'lishi kerak? 2 yil orasida bo'lishi kerak. 2 yildan o'tib ketgandan keyin, ya'ni bala o'zining normal uzuqini eg'izdan boshqa yemekliklar bilan to'liqlayoladigan bir holat kelgandan keyin imildashlik qana qilinmaydi, hisob qilinmaydi. Kallangda bu ini qo'yib ketsin. Endi demak shu imildashlik masalasi o'rtaga chiqdi ya. Imildashlik masalasi takror desam bayatmi dedim buni, bir shohchilinadigan masala. Xuddi nasabga o'xshash. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yahrum minar rada ma yahrum minan nasab. Imildashlikdan nasabga o'xshash haromlik bo'lar. Ya'ni nasabda oyatda bayon qilingandek onasi, qizi, qarindoshlari, masalan, homilari, jiyanlari hammasi harom bo'lgandan imildashlik o'xshash haromlik shaklida imildashlikdir. Bu kavlamızda ini qo'ysin. Şuna chiqanda yine tekrar desem bugungi kunimizda ham kishilarda imildashlik ahvollarini az asosan yo'q deyarlik desak. Chunki yetishmagan sut yoki sut yetishmagan ahvolda ana o'zininki to'liq yetishmagan yerlarini shu hayvonlarning sut parashutlarini to'liqlaydi. Ammo ilgirki davrga o'xshash imildashlik ko'p bo'lgan vaqtlarda chuqum ailede şuna nisbeten aniq bir ma'lumot qoldirish, xotirlash, balani kim emitdi, u kim, hozir nada, uning qancha balasi bor degandek nuqtalar aniq xotirlanish kerak. Agar unda bo'lmagan ahvol ostida bayatın deganimizdek imildash qarindoshlar bilan to'y qiladigan, imildash o'zining harom bo'ladigan taraflar bilan to'y qilib, oila qurilib bo'lgan vaqtda buni amal qila olmaydigan bir ahvollar yuz berdi. Bir masala bu, bir mushkula bu. Oilaning barakatini qochiradi, ibodatni deganimizdek nurg'un moddiy, ma'naviy zararlar buningda yuz berdi qarindoshlar. Undan keyin keldik va ummahat nisaikum. Ayollaringlarning onasi, ya'ni qiyin onasi. Bu normalda aql bir ko'tamaydigan bir ahvol. Ayolining onasi ve ondan keyin ve rabaibukumulati fi hujurikum min nisaikumulati dakhaltum bihin. Yani
ayollik munosabati o'tkazib bo'lgan ayollaringlarningki boshqa erdan bo'lgan balasi sizlarning uyda turayotgan balları qizini elishqa bo'lmaydi. Bu yerdan xuloslab bir narsani chiqarsak, ayolingizning onasini elishqin bo'lmaydi va qizini elishqin bo'lmaydi. Ammo farqi nima desa, ayolining onasini shu nikohlab olgandan keyin mayli ayollik munosabati bo'lsin, bo'lmasin harom bo'ladi. Masalan, siz bir ayolni nikoh qilgan shu minutda olib ketdingiz. Uzun vaqt o'tmaydi, hech qanday munosabat bo'lmaydi, ammo shu vaqtda onasining haromligi ishga shakllanib bo'ladi. U sizga nisbatan bir onaning o'rniga kelib bo'ladi. Uningga onaga qaragandek ko'z bilan qarashingiz kerak bu bir. Ammo nikohlab olgan ayolningki boshqa erdan bo'lgan qiziga kelsak, agar shu nikohlab olgan ayollar ayollik munosabatini o'tkazib bo'lgandan keyin harom bo'ladi. O'tkazmay turib nikoh qilib, shu vaqtning o'zida nikoh buzilib ketdi. Munosabat o'tkazmasdan qo'yayotgan bo'lsin, keyin uning qizini nikohlab olish to'g'ri qolsa, u bo'ladi. Ikkisiningki farqi shu. Ayolining onasi bilan ayolining qizining harom bo'lishdagi o'tirdagi farq shu. Undan keyin keldik qarindoshlar va halailu abnaikumulladina min aslabikum. Ya'ni o'zingizlarning naslidan bo'lgan o'g'illaringlarningki ayollari, ya'ni kelin. Bu harom. O'xshashlar buningdagi sababmi? Bayatdan dadisining ayolini elish harom qilingan mazmundagi oyat o'tdi ya, oldingi oyat. Mushundaki sebepning aynı sebep bo'lishi mumkin. Ama bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Sizlarning naslinglardan bo'lgan bolalaringlarning ayoli dedi. Xuddi oyatdan bizga ishorat qilayotgan nuqta, naslinglardan bo'lmagan beqib olgan bolalaringlarning ayolining hukmi bunday emas. Endi bola beqib olish ahvoli jamiyatda normal yuz beradigan ahvollar. Ba'zida yetim bolalar bo'ladi, kishilar uni panoh berish uchun beqib oladi. Ba'zida kishi tug'maslik ayolining tug'maslik ahvoli yuz beradi. Undan keyin boshqalarning bolalarini yoki uning bolalarini qanday qiladi? Beqib oladi va mushu bolalarni o'zining bolalariga o'xshash o'rinda qo'yib, miros va boshqa masalalarda o'xshash muomala qiladi. Qur'on mushu masalaga qanday qilyotdi ishorat qilib masalani sizyapti. Bu masalani boshqa hukmlarga o'xshash tarixga qarab boqqanimizda shunday bir oyat yoki hadis shaklida cho'g'izib Rasululloh uni bizga Qur'on shaklida yoki hadis shaklida yetkazib qo'ygan shaklda bitirib qoldi. Chunki o'z vaqtida bu arablarning shu jamiyatida yiltizab ketgan masala. Kishilarning bu masaladan voz kechishi nihoyat tez. Bugunda shu baqqan balani normal balan deb muomala qiladi. Beqilgan balami ham shu oiladagi erni ayolni normal onam, normal dadam deb muomala qiladi. Hatto oxirisida boshqa bolalar qolmagan yoki bola bo'lgan taqdirda xud bolalarga meros oladigan bir holat shakllanadi. Bu bir jamiyatda necha 10 yillik yiltiz tortadigan, baqqan bolaga mehr tushadigan, baqqan bolaning beqib olgan ota-onasiga mehr tushadigan bir ahvol o'xshashqa. Buni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar oilasida shakllantirib, şu ailedeki zor başkalarının diqqatini tortgudek bir mesele bilan hal qilishni iroda qildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki beqib olgan bir bolasi vardı. Bunun ismi Zeyd ibn Harisa. Zeyd ibn Harisa burun öz ailesinden başkalar tarafından qaçırılıp qul bazırga ekilip setilgan. Hazreti Hadice anımız Zeyd ibn Harisni setib olib, keyin Rasulullahga hadiya qilgan. Rasulullahning oilasida tug'an. Zeydninki oilasidagilar o'zining bolasining Makkada ishkanligini anglab, surishti qilib, tepib Rasulullohning qishig'iga kelgan. "Ma bizning bolamiz, buni biz akasak." Rasululloh tamam. Zeydning o'ziga ixtiyor qo'yay. Zeyd sizlar bilan birga ketishni xolasa, kessin, men bilan birga qilishni xolasa, qolsin. Ma şekilde ixtiyorlik qo'ydi. Rasulullah'ningki Zeydga shu yashagan muddatda ko'rsatgan ta'siri, qilgan muomalasi, uning Rasulullahning uni bir yetim bola yoki qul, Rasulullahga qul sifatida hadiya qilinganda u shaklda muomala qilmay, uning qalbiga o qadar bir ta'sir qoldirganki, Zeyd shu ixtiyor qo'yilgandan keyin ota-onasini tanlamay Rasulullahni tanladi. Agar xohlasa Umar Rasulullahni qashdi qolsam.
Şunu bilen ata-anasını tamam, balının Resulullah'ın tallığını, Resulullah'ın onunla gözetken izzeti ata-anasının belki tesirlendi doğay, tamam onda olsa kap kal dep ketdi. Resulullah Zeyd'nin muşıkhil işine nispeten onu izzetleş, hürmetleş için onu kulluktan çıkarıp bizden balası kılıp aldı. Bu bir Zeyd'e nispeten Resulullah'ın kılıngan acayip bir şeref. Ve şu vakitte cahiliyet devrinde, şu vakitteki devrinde normal olunlaşkan iş. Yani bekvagan bağlı. Üzgün nispeten Resulullah onu kulluktan çıkarıp bizden oğlu kılıp şu gün üstünü taat edip Zeyd'nin ismi Zeyd ibn Muhammed oldu. Muhammed'nin oğlu Zeyd deb ataldı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu mesele peygamber ailesi gıcı geldi hesapta. Balı bekveliş meselesi. Allah subhanahu ve taala bu meseleni cemiyetin tüptün yokutuş için muş ailini talladı. Ve dedi ki Kur'an'da وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Aranladın hiç kandak bir erkişine gene Zeyd'in demekçi. Resulullah bunu sevmez, dadı sevmez. Ayetin iki xil hüküm elişimiz mümkün. Aranladın bir kişinin dadı sevmez ifadesinden Resulullah bütün müminlerge nispeten dadı hesaplanıdı. Resulullah'ın bütün ayalları müminlerge nispeten ani hesaplanıdı. Şun başka Resulullah'ın ayallarının tılgağı vaxtda müminlerin anısı da tılgağımız. Bu bir mana. Yine bir mana Resulullah sizin aranızdaki yürüyatkan bu adamlardan hiç kimin dadı sevmez. Yani Zeyd'in dadı sevmez o. Bu balı bekveliş meselesi tügüş gerekliydi. Bekvelingan bala fakat bir balığa küyünüp şu balığı yaşlı kılıp östürüp bekip çoğuk koygallam. Hesaplanıdı ama o balı o adamın balı sonmaydı. O adam o balının nimi sonmaydı. Dadı sonmaydı. O balığa nispeten o ailedeki ayallah şaş nimi hesaplanıdı. Haram hesaplanıdı. Hesaplanı eşketdi o. Yani bugünkü bu mesele nereden çıktı? Halailu abnaikumul-lezine min aslabikum. Sizlerin o sulbanlardan, neslinlardan olan ballarınlarının ayolları sizlerge haram. Mesela ballarla koygan kellerin eliş haram dedi ya. Ayetinin işareti şu ki, eğer o balalar, ayetin biz degendek, beqivagan ballar kalsa o başka. Muş ahval del Resulullah'ın ki ailesi yüzbedi. Hem de Resulullah yüksek, yukarı derecedeki insanlık adaleti bilen, ademilik bilen Zeyd'ne şunda bir mukafatlandı o diye. Zeyd'e şunda bir adil muamele kıldı. Qanday adil muamele kıldı? Zeyd özünün ata-anasını tallamay Resulullah'ını talladı ya. Bunun çoğun işlamdı. Resulullah muşunun mukafatıga Zeyd'nin qılgan bu işine nispeten bir adil cevap üstüde Zeyd'ne balası kıldı. Çünkü bu vaxtıda bunda hüküm yok. Balası kılılış haram diye hüküm yok. Bu Resulullah'ın insanlık, ademilik, ademgerçilik noktasındaki en yukarı ahlakı, en yukarı adaleti. Bu insanlık adaleti ama ilahi adalet olmaz. İlahi adalet her adamın özünün nesilden boğan balları, özünün balları olsuldu. Başkanın balları bolsa bulmaydı. Şimdi olan ilahi adalet üstün geldi. Resulullah'ın kılığını hata demeyimiz. Öz vaxtiki hüküm düşmegen ahval. Aslında Resulullah dedim ya tekrar edey. Özünün ademilikinin cevabını verdi. Çünkü bir adam atanısını taşlap seni talla dedi. Anda oğan degen sen onun akallisi dadılık mihrini verişin gerek. Ma ademilik noktasıdın. Resulullah tuluk şekilde özünün üstüge düşkenini kıldı. İnsanlık noktasıdın. Ama ilahi adalet geldiği ki udu'uhum li abaihim. Sile kişilerini, işte bekvelingan ballarını özünün dadısığı nispet biranlar. Osluğun balanlar emez. Ve aksatu indallah. O Allah'ın karşısında en adil oğlu bu. Kişi özünün dadısığı nispet biriliş gerek. Sen hakkınca ona kana kıvasan mı? Bala kılıp bekıvasan mı? Resulullah'ın ki insani adillik. Allah'ın ayeti keltüğüne büyük Allah'ın adilliği. Yani müşekkeke vakitte belki zihnimizge palpul kiliş mümkün manda bir xiyal. Resulullah'ın oğlu olmak bir şeref. Zeyd bu şerefki erişti. Bu nimetki erişti. Resulullah'ın oğlu oldu. Ama ayet gelip
Bunu to'sdi. Va shundan keyin Zayd ibn Muhammad deb atalmasdan, ya'ni aslidagi ism bo'yicha Zayd ibn Harisa deb qana qilindi, ataldi. O'sha kelgan vaqtda xuddi Zayd erishgan bir ne'matdan mahrum qolgandek. Ammo amaliyot unda emas. Zayd onun bir büyük nimetga erishdi. Burun payg'ambarning balasi edi. Endi Qur'onda ismi tilg'ilingan bir odam bo'ldi. Qur'on uning haqida alohida hukm tushagan bir odam bo'ldi. Burun insonlik adolatiga uchirgan bo'lishi mumkin, kishi bo'lishi mumkin. Ammo keyin ilohiy adolatningki sahib bo'ldi. Bununla erişti, ilahi adaletga erişti. Bu noktadan Zayd ayet tushgandan keyingi hukmda texmi bak qanday bo'lishi mumkin, shu bo'lishi mumkin. Qani biz qissani davom qilaylik. Shunda olab Zayd Rasulullahning balasi bo'lmay qoldi. Dadasining ismi bo'yicha atildigan bo'ldi. Ondan keyin Rasulullahning bir hammasi bo'ldigan. Abdullahninki qiz qarindishi Umayma bint Abdul Muttalibninki bir qizi var. Bunun ismi Barra. Rasulullah Barra degan ismga garchi bu ism yaxshi bo'lsa-mu, qiziqmadi-mu tan bu ismni Zeynep o'zgartgan. Bu tarix kitoblarida Zeynep deb qayd qilinadi. Rasulullah mushu qizni, yana shu o'zining hammasining qizini Rasulullahning nervisanisi buni Zeydga qanaq qo'ydi, nikohlab qo'ydi. Endi bu Zeynep şu vaqtdagi sharoitga qaraganimizda bir aqso'nglar jamiyatining qizi. Zayd bir qul qilib Makkaga olib kelingan bir hisobda qulluqdan ozod qilingan bir kishi. Bu ishga jamiyatdagi tabaqa farqi Zeynepga biroz ig'ir keldi. To'y qilgan vaqtda biroz tilni chaynabroq qana qilgan, to'y qilgan. To'y qilib bo'lgandan keyin turmushi bak yaxshi bo'lmay qoldi. Biz dersimizden başta öptük. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki bu işin acayip bir hikmeti var. Aldın Allah şu hikmeti karta ketuvatkan bir takdir yani. Aşta olmuş etti belki Zayd ile Zeynep'ninki kalbi birisi tutuşup bu ikisi nahayeti appak çapak olap kesse ankin bu ikisini ajraştırılsa bir iki birisini söyleyen iki yürekini ajraştırırken buldu. Bu bir içinişli kahol oldu demdi. Ama ilahi takdir, ilahi hikmet şu ki bunun keynide büyük bir hikmet olğaçqa, büyük bir ahkam bolğaçqa, ahkam bayan qılınışı cemiyetteki tüzülüşke tegishlik çoğun bir işninki sebep soğan bolğaçqa iş 5'den başlap şunda oldu. Zeynep mo Zeydni yaxşı görənmədi toy qılğandan keyin Zayd mo Zeynepni qana qılanmadı, yaxşı görənmədi. Toy qılğandan keyin. Şunun bilan Zayd Resulullah'ın qarşıga kelib, Resulullah'a men bu Zeynep bilan turmuşum taza obdan bo'lmay qoldi. Men buningdan ayrılmoqchi degan bir gapni qildi. Amaliyotda bu Allah subhanahu wa ta'ala'nınki shu bola boqib olish masalasini oyoqlashtirishning bir qadam bosqichi. Rasululloh shu vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala din Zeynepni o'ziga nikohlab birdiganligini bilgan. Ama bu alaqa bir xil insonchilikda odamga ig'ir keldi. Chunki shu jamiyatda beqvogan bola odamning o'zining bolasining ayolini elish nihoyat ig'ir bir ish hisoblangan bo'lg'achqa Rasulullohning insonchilikda nimamda bir xil tatıngan bir yeri oldu-mu? Allah subhanahu wa ta'ala buni Sura Ahzab'ning 37-oyida munda hikoya qiladi. Ve iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi ve an'amta alayhi. Sen Zeydqa, yani o Zeyd Allah'ın nimetleriga erishgan, sen bunu onunğa izzat ko'rsatib, in'amlarni qilgan. Shu Zeydqa amsik alayka zawjak wattaqillaha dedim davotida Qur'oni Kerim. Shuna deysa, ayolingni Zeyd Rasulullohdan maslahat so'rab keldi ya, ayolingni ching tut, qo'yib Allohdan qo'rq deysa ve tuhfi fi nefsik mallahu mubtihi. Sen qalbingda Allah aşkarlaydigan ishni yushuryapsan. Allah pat arada bir hükümni aşkarlaydi. Sen şunu yushuryapsan deb Rasulullahga ma şekilde Rasulullahning ruhiy kayfiyatini Qur'oni Kerim manda şekilde qanaqmi bayon. Şu vaqtda Rasulullahninki bir
insonlik nuqtasidan bir siqilish bo'lishi mumkin. Chunki jamiyatda normal Rasulullohning o'g'li deb tanilgan, garchi ahkam bilan Rasulullohning o'g'li degan ism o'zgargan bo'lsin, ammo Rasulullohning oilasida cho'g'ilgan. Agar uning ayolini ib qolsa, jamiyatda bir din dushmanlari tarafidan boshqalar tarafidan g'ulg'ula qo'zilgan bir ish. Ammo Allohning hikmati keskinki, Allohning hukmi keskinki, bu cho'qim mutlaqo ashta bo'ladi. Shu vaqtda Rasululloh ayolingni qo'yib etma, Allohdan qo'rq ifodasi Rasululloh bildirildi. Qur'on buni hikoya qiladi. Mushli gapdan qaragan vaqtda masala burulla Zayd va Zeynep tarafından hazırlanıp bo'lgan. Zayd Zeynep ajrashishga tayyor bo'lgan. Resulullahning bularni qanday qilg'isi yo'q, ajrash to'g'risi yo'q. Lekin ilohiy iroda, ilohiy hikmat hammadan g'olib keldi. Zayd bilan Zeynep qanday qildi? Ajrashdi. Allah subhanahu va taolo Zeynepni Resulullahga to'y qilishga buyurdi. Yine bu yerda Resulullahning bir insonchilikda siqildigan bir taraf bor emasmi? Mushunga nisbatan Sura Ahzabning 36-37 oyatida Alloh subhanahu va taolo o ikki oyatda, uzun oyat yani, Resulullahga bu hukmni tushirdi. Dediki: "Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin", mu'min er, mu'min ayol, Allohning rasuli bir ishni hukm qilsa, tanlashi huquqi. Kimki Allah'ın Resulü asi oldu iken uç qaşqara azğan buludu. Öz vaqtda sen Allah in'am qilmasa in'am qilgan Zayd qadimekçi. Ayolingni ching tut, Allohdan qo'rq deysa, Allah aşkaradigan hukmni qalbingda qana qilsa yurishursa. Kishilardan qo'rqsa, Rasulullohning ruhiy kayfiyatini Qur'on bizga hikoya qilyapti. Kishilardan qo'rqsa, Allah qo'rqishga eng loyiq. Endi Zayd uni taloq qildi. Allohning hukmi bu. Falamma qada minha Zeydun minha vetran. Zeyd onun bilan ishi tugidi, taloq qildi. Zavvajnakaha, biz uni sana nikohlab berdik dedi. Sen alisa uni dedi Qur'oni Karim. Mushu bütün ishlarning Resulullahning oilasi yuz berishi nima uchun? Qarindoshlar, nima uchun bu masala Resulullahning oilasida yuz berdi? Başqa bir oilada yuz berib, başqa bir yerda yuz berib Rasululloh Allohning hukmini bularga yetkazib ayetlerini ular tilovat qilib bo'lmamdi. Bularning hammasi jamiyatda yıldız tartib ketgan masaladan birini yo'q qilishni. U masala o'simi likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idza qadaw minhunna watra. Mushlarning hammasi shu hukmni bayon qilish uchun, ya'ni mu'minlarga nisbatan beqvogan bolalarining ayollarini, bolalari nikohdan ajratib qo'ysa elishda harajun. Yani mush ahvolning o'rtaga chiqishi, beqvogan bolaning bola emasligi o'rtaga chiqishi, beqvogan bola boqqichga nisbatan odatga normal odamga o'xshash, agar ayollaridan ajrashib ketsa, ularning ayollarini qana qilsa bo'ladi, asa bo'ladi. Va kana amrullohi maf'ula. Allohning irodasi cho'qim ijro bo'ladi. Mayat orqali Alloh subhanahu va taolo masalani bu shaklda hal qildi. Zaydga nisbatan bayatın dedik ya, Resulullah'ның oğlu Zayd degan bu sharafdan ajraganda qilgan bilan Qur'onda ismi tilg'ilingan birdan bir sahoba bo'lish sharafga erishdi. Bütün sahobalarning ichidan Zaydning ismi ham nerede bor? Qur'oni Karimda bor. Mush sharafga erishdi Zayd. Demak endi masalaning o'ziga qaytganimizda bugungi oyatda kishining öz neslidan bo'lgan bolalarninki ayollarini, mayli bolalar vafot topgandan keyin bo'lsin yoki ajrashib ketganda bo'lsin, elish aslo va aslo to'g'ri emas. Ammo oyatdagi öz neslidan bo'lgan degan shartning ta'tirisiga qaytganimizda va shunga munosabatlik bayat maslahat Sura Ahzabdan o'qigan oyatlar va payg'ambar alayhisolamning oilasi yuz bergan Zaydning Rasulullohning bolasi bo'lish, ondan keyin bolalikdan chiqarilishi, Zeynepning uningga ep berilishi, ikkisining ayrilib ketishi, bir o'yin tutanmay, ondan keyin bu Zeynepni Rasulullohga qanaq berish, nikohlab berishning, mushlarning hammasi osh oyatningki ta'tir ma'nisidan ham chiqadi, ma'ayatdan ham chiqadi. Bu yerda demakchiki Alloh subhanahu va taolo ey kishilar, ey Muhammad, ey Zeynep, ey Zayd, ey mushu masalaga kirishgan kishilar Alloh subhanahu va taoloning yuqorqi bütün ishlarni qilishdagi maqsadi nima? Likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyahim. Jamiyatdagi yiltib tatib ketgan bu masala mishada tugusun.
Beqvagan bala olmasın. Kişiler beqvagan balalarını balam deb muamele kılmasın. Ula balısı emes yat ademge okşaş. Ulanın ayarlarını ağla nikahın ajırışıp ketkendiği için hatta başka adamın ayarlarını nikahlap ağılıp boğandık ağılıp buludu. Eğer size Allah subhanahu ve ta'ala'a iman etkan bolsanlar, Allah'ın Resulü'ne iman etkan bolsanlar, Allah'ın emri ve kâne emrullahi mef'ula diyen şekilde bayan kılındı ayette. Yani ayet bu şekilde meseleni emeli bir ceryan, belki neçe yıllık ceryan, neçe 10 yıllık ceryan arkalık o cemiyetin kana kıldı, tüketti. Anladık ayet yani tekrar kana kılayla, kayıtayla ayetke. Onun için geldik ve en tecma'u beynel uhteyn İlla ma qad salaf. İnnallaha kana gafurar rahima. Yani sizler iki kız qarindoshni bir nikahda jo'g'lash bu harom deydi. Yana desek illat o'xshash. Sabab o'xshash. Yuqoridagi mahramiyatlarning harom qilinishligi sabab qanday o'zi bunga sababmi shu? Er-ayollik munosabati zil munosabat. En yakın iki dostmu er-ayollik munosabati paydan ayrılıp ketadi. İki kız qarindosh bir ayol yo'g'inigan, birisi-birisini ocham, singlim deb yurgan bo'lsa-mu, bir odamning nikohiga o'tib qolsa, bu ikkisining o'rtadagi sil rahmat buziladi. Och singillik buziladi. Tartib qana qiladi, buziladi. Mayli bir uyda davomli yashasin, ham buziladi. Ajrashib ketsa-mu, undan keyin hayot bu ikkisi och singil, hadi singil bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu va buni o'xshagan Alloh biladigan nurg'un hikmatlar tufaylidan buni harom qilgan. İlla ma qad salaf. Yani oyatning oldingi oyati degan gapimizni o'xshash deymiz. İlla ma qad salaf oyatning mazmuniga bir chek bekitgan. Bu ish burun yuz bergan bo'lishi mumkin. Endi mushu oyat tushgandan keyin aslo yuz bermaydi. Va mavjud olmaydi degan mazmunni ifodalaydi. Shu nuqtadan ilgari ikki hadisingni bir nikohida qana qilgan, saqlagan kishilarningki qilgan ishlariga nisbatan jinoyat bo'lmasa-mu, gunohi kechirilsa-mu, ammo mushu minut, mushu oyat tushgan vaqtdan tortib unda ish asla mavjud bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni bundan keyin yangidan unda nikoh qilib elishqin bo'lmaydi va nikohida bo'lgan ikki qarindosh bo'lib qolsa, buni ayirib o'tiriladi. Bunda oila qana qiz bo'lmaydi, davomlashsa bo'lmaydi. İnnallaha kana gafurar rahima. Allah subhanahu va taolo mag'firat qilguvchi va mehr shafqat qilguvchidir. Oyatning oxirisida. Ya'ni Alloh mag'firat qilguvchi, mehr shafqat qilguvchi degani Alloh subhanahu va taolo illa ma qad salaf dedi-ya. Ilgiriki mushu hukm tushishdan ilgari mushlarni qilib qolganlar hammasini gunohini Alloh mag'firat qiladi va Alloh mehr shafqat qiladi deydi. Anmishadan qistirib qo'ydigan bir gap, ikki hadisingni bir odamning ostida to'planishi, ya'ni ikkisining bir odamningki nikoh ostida bo'lishi deb tushundik. Yeni bir oyatda va uhilla lakum ma wara'a zalik. Yuqorqi bayon qilinganlardan boshqa hammasi halol dedi. Hikoyatga kelgan vaqtimizda oldimizga bir masala chiqdi. Tamam. Hadisingil bir odamning nikoh ostida bo'lmaydi ekan. Bu masala go. Bir odamning ostida dedek ko'p tusuch masalan. Hadisingil dedekni bir odam setyapti va dedekdan Allah subhanahu va taoloning Qur'ondagi hukm bo'yicha jinsiy jihatda huzurlansa, manfaatlansa bo'ladi. Hani mush ikki dedek, hadisingil dedekdan bu odam foydalansa desa, bu masala Osman radhiyallohu anhu bu masaladan to'xtagan masala, ya'ni hukm chiqarmagan masala. Osman radhiyallohu anhuning shunday bir ifodasi bor. Men seni bu ishda bir ishni qilma buyurmayman, bir ish qilma to'smayman. Bir oyatga qarasak, to'sqandek ma'ib oyatdan qay antajma'a baynal ukhtayn degan oyatda buni cheklaganlik va uhilla lakum ma wara'a undan boshqa hammasi halol degan hukmda. Bu halol degan. Ammo Ali radhiyallohu anhuning chiqargan hukmining bu desa, chunki nikoh degan so'z arab tilida to'y qilib nikoh qilishdan bakroq er-ayollik munosabatga bak ishlatilgan bo'lgancha oyatdagi maqsad va te maqsad unda bo'lganda hadisingni nikohning ostidami er-ayollik munosabatda jo'g'lash to'g'ri emas va
cho'ra dedek degan nom ostidami cho'g'lash to'g'ri emas. Ammo bir odam ikki dedekni setib oldi. İki dedekni qulda saqlasa bo'ladi, lekin er ayollik munosabatini ikkilisini teng tuzishga to'g'ri emas degan shaklda hukm chiqargan. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.